Hammaga salom bo'ldi. Srimuz kanaliga xush kelibsiz. Bungi videoda sizlar yoqtirgan rubrikani davom ettiramiz. Bugun biz bir nechta usullardan foydalangan holda ba'zilar raidini boshlaymiz. Unda biz vizalar orqali va serverdagi eng top bombalar orqali ba'zilar to'pi bularni portlatamiz va u yerdagi resurslarni bizga qanchalik foyda olib kelganligini bilib olamiz. Ko'proq bo'lishni va like bosishni unutmang. Agar biz bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu IP orqali kirishingiz mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha, unda biz boshladik. Xo'p, bo'ladi, demak tayyormisizlar? Demak biz hozir osmonda joylashgan bazadamiz. Demak biz osmonda bo'lishimizga qaramay vizorni o'zimizga chaqirtiryapmiz. Mana ko'ryapsiz, vizor bizni demak o'ldirishga harakat qilyapti va bu bazadagi bloklarni sindirib biz tomon kiradi bolalar. Vizorga privatni hech qanday xavfi bo'lmaydi. Xohlagan payti, xohlagan joyga kirib ketishi mumkin bo'ladi. Obsidian bo'ladimi, bedrock bo'ladi. Bedrock adashmasam, bedrock sindira olmaydi, lekin obsidian bo'lishiga qaramay obsidianni ham sindirish kuchiga ega vizor. Yo, bizni yo kiyimlarni ko'ryapsizlar. Kim ham zo'r emas, o'sha uchun ehtiyot bo'lish kerak, uchib ketmaslik ham harakat qilish kerak. Yo'q, qanaqa qilib bo'lib chiqib oldi bu sodiqlovsiga, juda ham yaxshi. Yo, bro, ehtiyot bo'ling. Xo'p, mana ko'ryapmiz. Vizor endi qanaqa qilib bizani o'zimizga chaqirtirib olishimiz kerak va vizorni boshlari demak sanduqlarga tegish kerak va sanduqlarni sindirib portlatib tashlash kerak bo'ladi. Endi o'lmaslikka va shit qo'yib o'tirishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday, demak, nimagadir vizor portlatmayapti bolalar, qanaqadir. Mana portladi bolalar. Yo, lekin bu yerda juda ham zo'r resurslar emas. Yo, mana demak olmos narsalar bor ekan, lekin mana bu yerda mena ikkita sanduq bor va chap tomonda yana 4 ta sanduqlar bor, ularni sindirishimiz kerak. Menimcha eng zo'r resurslar o'sha sanduqlarda joylashgan va bu demak chet tomondagisi demak oddiy resurslar bo'lsa kerak. Men demak ko'ryapman, lekin bu yerda faqat oddiy resurslar. Yo, bolalar, buni qaranglar, vizor quturib ketdi va menga hamla qilishni boshlayapti. Qanaqa qilib bo'lsa ham hozir bu demak vizorni do'stim tomonga itarib, mana bu tomondagi sanduqlarni portlatishimiz kerak bo'ladi. Ozginagina qoldi, endi do'stim o'zi yiqilib portlab ketmasa bo'lgani. Bolaga yiqilib ketsa agar, yo, hamma demak maqsadlarimiz demak o'sin bo'ladi. O'sha uchun demak do'stimning o'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Yo, mana bu yerda demak tepadagi sanduq sindi bolalar va demak o'zki sanduq qoldi. Mana shu sanduqni ham sindirsa agar u yerdagi resurslarni ko'rishimiz mumkin. Demak u yerda ko'ryapmiz faqat zeliyalar bor ekan, ichimliklar va damlamalar, lekin bizga kerak bo'ladigan olmosli kiyimlarni hali ko'rmayapmiz. Maslahat to'g'ri shunday foydada ehtiyot bo'linglar. Yo, mana sanduqlar sindirishni boshlayapti va bu yerda yo, mana ozgina olmos bor ekan va yana oxirgi sanduq qoldi. Yo, mana shu oxirgi sanduqni ham sindiramiz va bu yerdan ketamiz, chunki to'g'ri aytsam bu yerda zo'r narsalar bo'ladi deb o'ylagandik, lekin afsuski bu yerda hech qanday demak narsalar yo'q ekan. Yoki yo'q, mana sanduq ham sindi, lekin bu yerda demak ko'p qiziqarli narsalar yo'q ekan. Endi bu vizorni o'ldirib bu yerdan ketish kerak, chunki agar o'ldirmasa agar butun serverni yakson qilib tashlaydi. Bo'lmasa demak hozir vizorni demak o'ldiramiz va demak bu yerdan ketamiz. Yo'q, adashmasam vizor demak to bizni o'ldirmaguncha orqamizdan kelaveradi. Adashmasam, xo'p. Mana shu vizorni bo'lmasa o'ldiramiz bolalar va demak boshqa bazalar izlashni davom ettiramiz. Uni churayotgan paytimizda yana bitta baza top qoldik bolalar. Mana ostki tomonni ko'ryapsizlar. Mana ostda mana bu yerda demak sanduqlar joylashgan. Juda ham zo'r baza deyaptilar. Xo'p, ko'raylikchi qanaqa demak joy ekan. O'z do'stimga demak tepada tashlayman va ostga tomonga qarab tushamiz. Mana bu tinchimiz bolalar. Bu juda ham zo'r tinchlardan biri hisoblanadi. Bu demak obsidianni ichini yo'rib portlab tashlaydi bolalar. Demak sanduqlar mana shu toshlar ichida bolalar. Demak mana shu bloklarning ichida va bu yerda demak privat ham bor. Xo'p, mana shu demak toshlarni demak ichki tomoniga demak tinchini yuborishimiz kerak bo'ladi va u portlatish kerak bo'ladi. E'tibor berishingiz mumkin bolalar, demak bizni tinchimiz pastga qarab tushyapti bolalar. Yo, demak portlatani yo ko'ramiz, demak sanduqlarni portlasa bo'ldi bolalar. Yo, mana ko'ryapmiz, demak sanduqimiz portladi va bu yerda zo'r narsalar bo'ladi deb o'ylagandim. Afsuski bu yerda ham demak oddiy narsalar ekan. To'g'ri aytsam, bir zo'r demak nezarit kitlar bo'ladi deb o'ylagandim, chunki bu yerda yana nezarit joylar bor va to'g'ri aytsam boshqa sanduqlar yo'q ekan, afsuski. Ba'zilar aytayotgan paytimizda serverda shaxta paydo bo'ldi. Shuning uchun demak shaxta eventiga keldik va bu yerda ba'zi bir o'yinchilar demak urushayotgan ekan. Shuning uchun ozgina ularga xalaq berish maqsadida ozgina jang qilishga qaror qildim bolalar va bu yerda demak bitta bolaga demak iksir tashladik va uni demak o'ldirishga muvaffaq bo'ldik. Bilamanki endi menga hech kim xalaq bermaydi va bu yerdagi rudalarni demak sekinlik bilan olsak bo'ladi. Bu yerdagi rudalar bolalar boshqa rudalardan anchagina farq qiladi, chunki bu eventda mana shu rudalarni sindirgan holatda sizlar o'zlaringizga har xil donat resurslar yoki kiyimlar yoki ichimliklar yoki damlamalar olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki sizlar tayyorsizlar va biz demak eng qiziqarli onlarga yetib keldik bolalar va mana bu yerda demak bitta o'yinchi aylanib yuribdi. Bu mana shu bazani egasini o'rtoq hisoblanadi bolalar va u bizga demak mana shu bazani raid qilmanglar deb so'rayapti bolalar. Endi bu anarxiya bolalar, bu anarxiyada ba'zilar raid qilish mumkin. Xo'p, ko'ramiz bolalar, demak qanaqa narsalar olishimiz mumkin, demak ko'ramiz qanchalik bu biz demak o'qib bo'lar ekanmi yoki yo'qmi. Bugun hammasini bilib olamiz. Yo bolalar, menimcha biz eng boy o'yinchilar bitta bazasini topdik, chunki men mana
bolani o'ldirgan paytimda endi shunchaki o'ldirib ko'rdik va uni balansidan bola 1 million tushdi. Ko'ryapsizlarmi? 1 million bola shunchaki oddiy o'yinchilar o'yindan tushmaydi. Chunki agar balansiz masalan 1 million 5 milliondan ko'proq bo'lsa agar shunchalik masalan ko'p pul tushadi o'ldirgan paytlaringiz. Yo'q, 1 million bola shunchaki bilmasa o'ldirib qo'yganimiz uchun 1 million so'm mana balansga tushdi. Mana ko'ryapsizlar bolalar. Biz bola yomonlik tarafdori emasmiz. Shuning uchun demak bratga o'z pullarini qaytaraman. Menga o'zi qancha pul taklif qilishlariga qaramay bola, men mana shu bazani demak raid qilamiz va portlatamiz. Chunki menga mana shu bazadagi sanduqlardagi narsalar juda ham qiziq va u yerda qanchalik ko'p narsalar bo'lar ekan va biz demak o'zimizni demak mana shu bombalarga portlatgan pulimizni demak qaytarib olib bilamizmi yoki undan ham ko'paytirib bilamizmi? Qisqasi o'zi bilib olamiz. Tayyormisizlar bolalar? Demak tashqi tomondagi ovozni eshityapsizlarmi? Hozir baza portlatish kerak bular. Yo, bu yerdagi yarim sanduqlar sinib qanchalik u yerdan ko'p resurslar tushganini ko'rdingizlarmi? Demak men men muzlikka yiqilib tushdim bolalar. Yo, bu yerdagi resurslarni qaranglar bolalar. Endi hammasini bularni hozir tezligini yig'ib demak bazaga yetkazish kerak, chunki tepadan demak baza demak egasini o'rtog'i shu bu yerdagi qimmatbaho resurslarni olib demak boshqa bazasiga yetkazishi mumkin bo'ladi. O'sha uchun bu yerdagi hozirdagi mana shu yerda tushgan qimmatbaho resurslarni olib tezligini o'zimizni bazamizga yetkazishimiz kerak. Xo'p, bola demak mana bu yerda oxirgi sanduq qoldi. Yo, men u bolani o'ldirdim va mana balansimga yana 1 million so'm yana to'ldi bola. 1 million 100. Juda ham zo'r. Xo'p, mana bu yerda demak mana shu sanduqlar qolgan va mana shularni sindirib hozir bu yerdagi narsalarni olishimiz kerak. Bizga mana bu demak xalaq beryapti bola. Bitta narsa bor bola, biz unga xalaq berishimiz kerak, chunki u mana shu yerda spawn bo'lib, bu yerdagi qimmatbaho narsalarni olib o'zini bazasiga yetkazishi mumkin bo'ladi. O'sha uchun men mana shu yerda turibman va u paydo bo'lgan paytda unga demak mana shu yerdagi narsalarni olishga xalaq beraman. Unga shuncha KD beraman bola va u yerdan bu yerdan u chiqib keta olmaydi. Shuning uchun demak hozir demak do'stimni yana bitta bomba tashlashini kutishimiz kerak va bu yerdagi narsalarni ko'ramiz. Tayyor turinglar. 1 2 3 va yo, bu yerdagi resurslarga qaranglar. Yo, u yerda qanaqadir damlamalar, ichimliklar bor adashmasam. Yo, men demak pastga qarab tushdim. Endi qaytib o'sha muzlikka borishimiz kerak. Tezdagina bolalar. O'zimga demak tepa tashladim bolalar. Va yo, bu yerdagi resurslarga qaranglar. Adashmasam bu mana bu zelya qilish, ichimlik damlama qilish uchun bu yerdagi masalliqlar ekan. Yo, adashmasam bularni auksionga sotsa agar hammasini bilmasam endi qancha bo'ladi. Tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Yo, nima qilyapsiz, bro? Yo, o'zim menimcha trolling qilyaptilar. Xo'p, juda ham yaxshi bolalar. Bu yerdagi narsalarni endi hammasini eng keraklaridan ajratish kerak bo'ladi. To'g'risi aytsam, juda ham qiziq bo'ldi. Menga bu raidlar juda ham yoqdi bolalar. Mana ko'rishimiz mumkinki, juda ham zo'r bazada mana shunday narsa qoldi. Maslahatim, ba'zilaringizni Ender dunyoda qilinglar yoki yer ostida qurishlaringizni maslahat beraman. Agar bilmasangiz, serverda demak opit keyslar bor. Shularni hozir sizlar bilan bitta ochib ko'ramiz. Mana bu yerda demak opitlarimiz bor. Xo'p, mana shu opitlardan foydalangan holda hozir sizlar bilan spawnga borib o'zimiz bilan demak keys ochamiz. Serverda mana shuni demak bo'ldi opit keys bor. Bu keysni demak 30-level, 10 va 90-levellar uchun olish mumkin. Bizda hozir demak mana shunday ichib damlamalar bor. Bularni demak bittasini ochgan paytda demak bizda 30 level bo'ladi. Biz hozir bo'lmasa oddiysini ochamiz va ko'ramiz hozir menga nima tushar ekan. Yo, bo'ldi. Demak menga demak 32 dona chinji tushdi. To'g'ri desam juda ham yaxshi. Xo'p, lekin maslahatim bo'lar, mana shu yerdagi demak opitlarni ko'ryapsizlar. Maslahatim mana shu opitlarni auksionga sotinglar va ko'proq mablag' ishlab olinglar. Chunki bu opitlar auksionda juda ham qimmat turadi va ko'raylikchi demak do'stimga adashmasam tezlik ichimlik damlamasi tushdi yoki ko'rinmaslik damlamasi, qisqasi demak unga damlama tushdi bo'lar va do'stimga demak yana opit tashladim. Bor ekan demak ko'raylikchi qanaqa damlama ekan, tezlik damlamasi ekan, juda ham yaxshi. Hop, yana bir bor ochib ko'ramizmi? Ko'ramiz. Demak menga buni safar nima tushar ekan, juda ham qiziq. Demak yana 30 level demak ochamiz va keysni animatsiyasiga e'tibor beringlar, juda ham yaxshi bo'lar. Adashmasam serverda eventlar bo'lib turadi va eventlar bo'lgan paytda ochishlaringizni maslahat beraman, chunki o'sha paytda sizlar demak 2x omad bo'ladi. Yo, menga demak kuch 2 demak damlamasi tushdi, juda ham yaxshi. Auksiondagi narx qiziq bo'lsa agar yo 300, 400, 500 kali narsa ekan. To'g'risi aytsam arzonroq bo'ladi deb o'ylagandim, lekin qimmatli narsa ekan.